Söyümlük balalar, hoş geldinglar. Yeni bölümümüzde yeni sizler bilen birga bolamiz. Ötkenki bölümde Gül Bovaqning süt anısıga berilgenligini sözlep bergen edim. Bu bölümde bolsa Peygamberimizning anısı Hazreti Amina'nın alemden ötüşü hamda uningdan keyingi kunlarni sözlep bermen. Tayyor boldukmu? Undaqda başladık. Gül bala Muhammed emdi çoğ dadısı ve anısı bilen birga yaşaydı. Bir günü anısı Amina Medine'de kalgan urug' tuqqanlarını yoklap gelmekçi boldu. Hamda u yerde ölüp ketken yoldaşı Abdullah'ның tuproq beshiga baratdi. Amina balası Muhammedni ve yardımcısı Ummu Aymanni yeniga ilib Medine'ga qarab yo'lga chiqdi. Güzel bir seferden keyin tuqqanlari bilan ko'rishib dertleşti. Andın birlikte yoldaşı Abdullah'ның tuproq beshiga berib uzun dua qildi. Gül bala tağıllarının yanında su üzüşünü ögendi. Bir mezgil bu yerde turgandan keyin Mekke'ge qaytish uchun tekrar yo'lga chiqdi. Hazreti Amina yo'lda og'rib qoldi. Avva degan yiziga kelganda kesil ig'irlashishga boshladi. Mong'idek holi qolmagan edi. Aniqki ömrü az qolgan edi. Ko'z yoshlar ichida balasi qaridi. Balasini quchqiga elib, ching quchoqlab, so'yib, boshlarini siladi. Andın balasiga qarab, "Jini bo'lgan, hamma narsa o'ludi. Men o'lib ketaman. Ammo ismim hech unutilmaydi. Pak bir balani dunyoga opridi qildim. Uni qo'yib ketaman", dedi. Ve bularni degandan keyin yana bir qaytim ko'zini ocholmay olamdan o'tdi. Gül bala texi tug'ilmay turib dadisidan ayrildi. Endi bo'lsa onasidan ayrilib yetim qolgan edi. Gül bala Muhammed intayin ko'ngli yerim bo'lgan holda Ummu Ayman bilan yana Mekka qaytdi. Hazreti Amina'ning o'lib ketishi bilan Gül balaning yetim qilishi cho'ng dadisi Abdulmutallibni bekmi qayg'uga solgan edi. Nevrisiga dadisi ve onasining yo'q ekanligini his qildirmaslik uchun qo'lidan kelgan hamma ishlarni qiladi. Qayerga borsa shu yerga elib berib, yenidan ayrimaydi. Bir kun Abdulmutallib Sayf ismli bir podshohni muboraklash uchun Yamanga ketdi. Chunki podshoh Sayf cho'ng bir urushda g'alaba qilgan edi. Nurg'un kishilar bilan birga podshoh Sayfning huzuriga kelib, uni tabrikladi. Bu arada podshoh Sayf Abdulmutallibga diqqat qildi ve Abdulmutallib bilan alayda ko'rishdi. Abdulmutallib boshqa mehmonlar bilan birlikda ketish uchun tayyorlik qilgan vaqtda podshoh Sayf Abdulmutallibdan bir mezgir turib qolishni dedi. Podshoh Sayf nihoyat bilimlik bo'lib, o'qishni, izlanishni yaxshi ko'radi. Abdulmutallib bilan udul o'ltirib shundoq dedi: "Ey Abdulmutallib, sana ba'zi alayda ishlarni so'zlab berman. Chunki demoqchi bo'lganlarim sen bilan munosabatlik deb o'ylayman. O'qigan muqaddas kitoblardagi ma'lumotlarga qaraganda, insonlar kutayotgan oxirgi payg'ambar sen yashagan joydan chiqadi ekan. Uning dumbisida payg'ambarlik belgisi, ya'ni tomg'isi bo'ladi ekan. İsmi Muhammed bo'ladi ekan. Dadisi ve onasi ölüp ketadi ekan. Uni cho'ng dadisi ve tog'isi himoya qiladi ekan. Allah uni payg'ambar qilib evatadi ekan. Ey Abdulmutallib, buning yolg'ini yo'q. Aniqki sen uning cho'ng dadisi", dedi. Abdulmutallib bularni anglab nihoyat hayron qoldi. Chunki podshoh Sayf degan hamma alaydilik nevrisi Muhammadda bor edi. Nihoyat hayajon bilan tekrar Mekke'ge qaytdi. Yeni bir gün uzoqlardan Mekke'ge ikki olim kelgan edi. Mekke'ning ko'chalarida ketib o'tib, ko'zlari bir balaga tikildi. Nihoyat hayron bo'lib qaradi, ham yeniga berib uning bilan tanishmoqchi bo'ldi. Ummu Ayman bu yot odamlarning qarashlaridan biroz ansirdi, ham orig'i kirib, "U balaga chiqilmanglar", deb ogohlantirdi.
U adamlar keyniga o'tib, uningga hargiz yomon niyatining yo'qligini dedi. İçidən birisi aldığı chiqib, "Bu bola kimning bolasi?" deb so'radi. Ummu Ayman, "Abdulmutallibning bolasi" deb javob berdi. Bu kishilar Makkaning oqsoqoli bo'lgan Abdulmutallibni tanıydi. "Uni qayerdan topa olamiz?" dedi. Ummu Ayman bo'lsa, "Abdulmutallibni Kabadan topa olaysizlar" dedi. Derhal Kabe'ga berib Abdulmutallib bilan ko'rishdi va "Bugun chiroyli bir bola bilan uchrashdik. Sizlarning bolalari ekan" dedi. "Shundoq, u mening o'g'lim" dedi. İçidan biri, "Yo'q, undoq emas. Bu bolaning dadisi tug'ilmasdan o'lib ketgan bo'lish kerak" dedi. "To'g'ri, u mening o'g'lim Abdullohning omonati, ya'ni nevram. Dadisi o'lib ketgandan keyin men dadılık qilyapman. Shunga o'g'lim degan edim." İçidan birisi o'ttirg'i tushib, "Ey Abdulmutallib, bu bola İbrahimning nasabidan keladi. Muqaddas kitoblarda ko'rsatilgan kelmoqchi bo'lgan oxirgi payg'ambarning alomatlariga birma-bir o'xshaydi. Uning dumbisida tomg'i bo'lish kerak. Ey Abdulmutallib, uni ba'zi qizg'onchoq din odamlarining yomonligidan himoya qil" deb ogohlantirdi. Bu olimlar xuddi Yamandagi podshoh Sayyidning deginining o'xshishini da'vatotdi. Shuningdan keyin Abdulmutallib nevrisi Muhammadga texmi bek diqqat qildigan bo'ldi. Gul bola bu vaqtda 8 yoshga kirgan edi. Cho'ng dadasi Abdulmutallib bo'lsa, xili bek yashinib, mangolmaydigan holga kelib qolgan edi. Bir kuni o'g'li Abu Talibni yeniga chaqirdi. "Gul bolani men qazo qilgandan keyin sen qo'g'daysan" dedi. Orqadan Gul bolani Abu Talibga omonat qildi. 82 yoshga kirgan Abdulmutallib olamdan o'tdi. Gul bola cho'ng dadasi olamdan o'tib, ko'ngli bek yerim bo'ldi. Endi buningdan keyin tog'isi Abu Talib bilan birga yashaydi. Bu bölümimiz mush yerda tugadi bolalar. Qani qarab baqayli. Keyingi bölümde Gül bola tog'isi Abu Talib bilan nimalarni qiladi? Undaqda yeni bir bölümni ko'rishgacha sizlarni Allohga topshirdim. Xushvaqt bo'linglar. Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim. Kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim. Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim. Kurban bulsun canım tenim.